Shuning uchun Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Va in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra." Agar uni taloq qo'ysa 3-marta ayolni, endi unga halol bo'lmaydi u ayol, 3-taloqdan keyin halol bo'lmaydi. Illo hatto boshqa erkakka tegmaguncha, nikohlanmaguncha deydi. Bu oyatni kimlardir shu oyatni endi o'zbekchalashtirmoqchi bo'ladi. Ya'ni boshqa erkakka tegmagunicha halol bo'lmaydi degan joyini bizda mana variantlar ko'p u. Shu bir variant yasab ko'radi. Da aytadi, o'rtog'ing bormi deydi. Ha. Ishonchli o'rtog'ingni olib kel deydi. Hali taloq 3 taloq qilib qo'yibsan deydi. Shu o'rtog'ingga deydi, sekin deydi, buni yana sekret nikohlab beramiz deydi. Hech kimga bildirmasdan deydi. Shu nikohlaymiz-da deydi, o'rnida o'rtog'ing taloq qo'ydim deb aytadi deydi. Keyin senga nikohlab olamiz deydi. Mana bu bir variant qilishadi. Bu harom. Ular aytayapti, mana Qur'onda boshqaga nikohlanguncha degan, biz nikohladik deyapti. Nikohladik biz boshqaga ayolni deydi. Endi hadisga kelamiz. Xo'p, Qur'onda shunday hadisga keladigan bo'lsak, hadisda xuddi shunaqa ish qilmoqchi bo'lgan ekan. Imraati Rifa'atil Qurazi. Rifa'atil Qurazining ayoli 3 taloqni olgandan keyin 3 taloqni olgan ekan. Olganidan keyin boshqa bir erkakka teggan ekan. Boshqa erkakka teggandan keyin u erkakni o'ziga yaqinlashtirmasdan turib, uni ham taloq qo'ydirmoqchi bo'lgan ekanda. Talog'imni ber deb talog'ini olib, qaytadan Rifaga o'tib olmoqchi bo'lgan ekanda. Rifaga o'zini eriga 3 taloq olib qo'ygan u. Ayol uddabironroq ekanda. Shu ishni qilmoqchi bo'lgan ekan. Shunda payg'ambar alayhisolamning oldiga kelib aytgan ekanki, "Inna Rifa'a talaqani fabatta talaqi va inni nakahtu ba'dahu Abdurrahman ibn Zubayr al-Qurazi va innama ma'ahu mithl al-hudba" degan ekan. Endi subhanalloh, u vaqtning ayollari endi shunaqa jur'atli bo'lgan. Meni degan ekan, Rifa'a taloq qo'ydi. 3-taloqni berdi menga. 3 taloq bo'lib keskin ajradim undan. Endi yo'l yo'q. Boshqa erkakka tegishim kerakda, keyin ajrat. Shundan men degan ekan Abdurrahman ibn Zubayrga nikohlandim degan ekan. Nikohlandim. Uni degan ekan shu jima qilishlik nimasida ayblagan ekanda. Mitlan hudba deb turib kichkinamday ro'mollarning chekkasidagi nimalar bo'ladi-yu, papuklari. Uni degan ekan mana shunaqa ekan deb ko'rsatgan ekanda. Shunaqa bir nimani ishora qilgan ekan. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sezib qolib turib, uni ayblab turib, uni yaqinlashtirmasdan turib, talog'ini olib, bunga qaytib ketmoqchi bo'layotganini bilib qolib aytgan ekan, "Sen Rifoaga qaytmoqchi bo'lib turibsan-a?" degan ekan. "Birinchi eringa qaytib ketmoqchisan-a sen?" degan ekan. "Hozir taloqni olib, buni talog'ini olib, birinchi eringa o'tib ketmoqchi bo'lib turibsan-a?" degan ekan. Shunda ha deganda, "Valloh" degan ekan, "La hatta yazuq usaylataka va tazuqu usaylatik, tazuqi usaylatah" degan. Hatto sen bilan to'shakda birga bo'lmaguncha, sen ham u bilan to'shakda birga bo'lmaguningcha unga qayta olmaysan degan ekan. Mana shu hadis ochiq bo'ladi. Demak, bir ayol 3 taloqni olgandan keyin boshqa erkakka rasmiy uylanishligi kerak va u erkak bilan haqiqiy shar'iy to'shak bo'lishligi kerak. Undan keyin ajrab ketsa agar mabod, keyin birinchi erkakka nima qilishligi mumkin? Qaytishligi mumkin.